Assalomu alaykum. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida korrupsiyani oldini olish, shaffoflikni ta'minlash va xizmat intizomini mustahkamlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Kompleks nazorat xizmati tomonidan 2026-yilning o'tgan 6 oyi davomida sohada korrupsiyani oldini olish, unga qarshi kurashga qaratilgan 22 ta profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Ushbu tadbirlarning 19 tasi jamiyatning tizim tashkilotlari ishchi xodimlari o'rtasida seminar uchrashuvlar, 3 tasi mahalla fuqarolar yig'inida sohaga doir mavzularda davra suhbatlari tarzida tashkil etildi. Bu tadbirlar orqali xodimlarga, iste'molchilarga korrupsiyaning salbiy oqibatlari tushuntirilmoqda va uni oldini olish bo'yicha kerakli tushunchalar berilmoqda. Shuningdek, o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarda asosiy e'tibor xodimlar va iste'molchilarning huquqiy ongini va madaniyatini oshirishga qaratilmoqda. O'tkazilgan targ'ibot tadbirlarining 15 tasi ijtimoiy tarmoqlarda yoritildi. Bundan tashqari korrupsiyaga qarshi kurash va kompleks nazorat xizmati inspektori tomonidan jamiyatning ishchi xodimlari va yangi ishga qabul qilinayotgan xodimlar bilan 311 ta yakka tartibdagi profilaktik suhbatlar o'tkazildi. 2026-yilning o'tgan 6 oyi davomida Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati korrupsiyaga qarshi kurash va kompleks nazorat xizmati inspektori tomonidan 24 ta o'rganishlar o'tkazilgan bo'lib, ushbu o'tkazilgan o'rganishlarda 305 ta holatda korrupsiya omillari barvaqt aniqlandi va ularda jami 256 million 785 ming so'mlik xato va kamchiliklar bartaraf qilindi. Iste'molchilar tomonidan to'langan to'lovlar hisob raqamlariga tushmaganlik holati bo'yicha 3 ta holatda 6,3 million so'mlik to'lovlar iste'molchilarning hisob raqamlariga to'lattirildi va bunday holatga yo'l qo'ygan nazoratchilarga intizomiy jazo choralari qo'llanildi. Shuningdek, boshqa holatlar bilan bog'liq 302 ta holatda 250 million 485 ming so'mlik xato va kamchiliklar aniqlanib, bartaraf etildi. Bundan tashqari jamiyatda manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq 3 ta holat aniqlanib, shundan 2 tasi bartaraf etildi, bittasi bartaraf etilish jarayonida. Hisobot davri davomida kompleks nazorat inspektori tomonidan jami 5 ta xizmat tekshiruvlari o'tkazilgan. O'tkazilgan monitoring va o'rganishlarda jamiyatning odob-axloq komissiyasi xulosasiga ko'ra xodimlarning bir nafariga hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan va 6 nafar bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Hisobot davri davomida kompleks nazorat xizmatiga 6 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning ijrosi ta'minlandi. Murojaatlarning aksariyat qismi iste'molchilar tomonidan amalga oshirilgan to'lovlar nazoratchilar tomonidan o'zlashtirilishi, xodimlarning iste'molchi bilan pulli munosabatga kirishganligidagi xatti-harakati hamda iste'molchilarga ortiqcha qarzdorlik hisoblanishi bilan bog'liq murojaatlar hissasiga to'g'ri kelgan. Murojaatlar bilan tezkor va sifatli ishlash maqsadida jamiyatda korrupsion holatlar bo'yicha ishonch telefoni, Telegramda maxsus bot va jamiyatning rasmiy veb-saytidagi jami 3 ta aloqa kanallari tashkil etilgan. Korrupsiya holatlarini barvaqt aniqlash va uni oldini olish bo'yicha o'rganishlar davom etmoqda. Kelgusida bu haqidagi ma'lumotlar sizga batafsil ochiqlanishi ta'minlanadi.